CapCut'da tayyor bo'lgan videoni qanaqa qilib saqlanib qilamiz? Ko'pchilik so'ragan savol. Eng yuqoridagi iUHD tugmachasini bosamiz. Bu yerda birinchida turganini o'chirib qo'yamiz. Buni o'chirishimizning sababi, agarda buni o'chirmasak, dastur o'zi videomizni yaxshilashga harakat qiladi. Biza kiritgan parametrlarni biroz o'zgartirishi mumkin va videoni kачествоsi, ya'ni o'lchamini tanlaymiz va pastda uni o'sha FPS ni tanlaymiz. Eng pastda bitrate'ini tanlamasak ham bo'ladi, dastur o'zi kiritib o'tadi. Menda hozir internet yoqilmagani uchun 1080p 2K 4K da saqlanib qila olmayman. Bunda saqlanib qilishinglar uchun internet yoniq bo'lishi kerak va pro sotib olgan bo'lishinglar kerak. Ya'ni sifatli video olib, uni montaj qilib sifatli qilib saqlamoqchi bo'lsanglar, CapCut'da prosini sotib olgan bo'lishinglar kerak. Va mana shu parametrlarni to'g'rilagandan keyin export tugmachasini bosasizlar, video export bo'lishni boshlaydi. Menda internet yoqilmagani uchun o'sha eksport bo'lishni boshlamadi. Yanada ko'proq foydali, qiziqarli ma'lumotlar uchun OnTech YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. CapCut bo'yicha to'liq darslar kanalimizga joylangan.